Alo. Uyga qaytish niyating bormi jiyan? Ha, borarman. Ne uyda yolg'iz? Kundan kunga mazasi bo'lmayapti. Kelsang bo'lardi. Sizlar borsizlar-yu. Bizlarni o'rnimiz boshqa, sani o'rning boshqa. Bo'pti, ishim ko'paydi, hali gaplashamiz. Inim, bunaqa quruq non choy bilan pulni tejama, o'zing kasal qilib qo'yasan. Aka, non choy bilan ham kun o'tyapsiz. U yoqda jiyaningiz qiynalib pul topyapti. Baraka toptir bolam. Bach pul jo'natgan ekan. Shuni o'sha yig'ayotgan pulimizga qo'shib qo'yasiz ekan. Men ishlayotgan odamman, nimaga tushunmaysizlar? Hammalar telefon qilib mashtumga keldinglar. Aybim meni bir dona o'g'il farzandligimmi? Bo'pti, hozir bir narsa deb qo'yaman. Yemasdan, ichmasdan bolamni to'yini qilishim kerak deb pul yig'ding. Mana oqibati. Aka, bitta o'g'lim chiroyli uylar qilib, yaxshi to'ylar qilsin deyman-da. Shu bola jonimda boshqa kimni o'ylayman aka. Kelib onasiga qarasa bo'lardi. Aka, bola jonim ham ish ko'pdi. Shu pulni jo'natgan ekan. Yig'ayotgan pulimizga qo'shib qo'y. Aka, nimaga bir muzlab ketaman? Nima deysan? Odamni qo'rqitma. Aka, olib ketaman. Bolamni yolg'iz qo'ymanglar. Singlim. Voy, nima ish ochu? Tog'a, tinchlikmi? Bo'ldi tog'a, tinchlikmi? Onam qanida? Ben senga telefon qildim, lekin sen ko'tarmading. Onang o'tib qoldi. Bugun 3-kun ma'rakasini. Ma, onam. Endi meni ishim. Ma'mi sen yuborgan pullaring, onang yemasdan, ichmasdan to'yingga deb yig'ib o'tirdi. Bu pullarni nima qilaman endi ona? Onajon, boshimga uraymi bu pullarni ona? Onajon!